Bugun men sizga yangi qonun bo'yicha juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat tadbirkorga, faqat haydovchiga yoki faqat uy egasiga tegishli emas. Bu tartib kundalik hayotimizda shartnoma tuzadigan, qarz beradigan, uy-joy ijaraga oladigan, ishga kiradigan, xizmat ko'rsatadigan, xarid qiladigan, hujjat imzolaydigan deyarli har bir odamga tegishli. Eng xavfli joyi shundaki, ko'pchilik qonun o'zgarganini kech biladi. Lekin javobgarlik kelganda men bilmasdim degan gap yordam bermaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bu yerda murakkab yuridik til bilan emas, oddiy hayotiy misollar orqali tushuntiraman oldin qanday edi. Endi nima o'zgardi? Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak, kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak va eng muhimi, xatoga yo'l qo'ymaslik uchun bugundan boshlab nima qilish kerak? Hozirning o'zida kanaliga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni oldindan bilgan odam ko'p muammo, ortiqcha jarima va suddagi sarsonlikdan saqlanadi. Avval juda ko'p masalalarda odamlar og'zaki kelishuvga tayanib ish qilardi. Masalan, kimdir tanishiga 5 million so'm qarz beradi, bir oyda qaytataman degan gapga ishonadi, lekin yozma tilxat olmaydi. Kimdir uyini ijaraga beradi, lekin shartnoma tuzmaydi. Kimdir ustaga pul beradi, 2 haftada remont qilib beraman deyiladi, lekin ish muddati, narxi kafolatga yozilmaydi. Keyin nizoch qilsa kim haq, kim nohaq ekanini isbotlash qiyin bo'ladi. Yangi tartibning asosiy maqsadi shuki, fuqarolar va tadbirkorlar o'rtasidagi munosabatlar ko'proq hujjat bilan, aniq yozuv bilan, tasdiqlangan dalil bilan yuritilishi kerak. Ya'ni qonun endi kelishib olgan edik degan gapdan ko'ra, mana yozma kelishuv, mana to'lov kvitansiyasi, mana elektron xabar, mana shartnoma degan dalilga ko'proq ahamiyat beradi. Bu oddiy odam uchun ham, biznes uchun ham juda muhim. Oldin ko'pchilik mayli, tanish odam-ku, aka-uka orasida hujjat kerak emas. Qo'shni bilan shartnoma qilib nima qilaman deb o'ylardi. Lekin hayotda eng ko'p nizo aynan ishonch asosida. Hujjatsiz qilingan ishlar sababli kelib chiqadi. Yangi qonun va yangilangan tartiblar shuni ko'rsatadiki, hujjat faqat ishonchsizlik belgisi emas. Hujjat bu ikkala tomonning ham himoyasi. Hujjat bo'lsa, odamlar bir-birini aldashdan ham tiyiladi, kelishuvni buzishdan ham ehtiyot bo'ladi. Endi nima o'zgardi? Birinchidan, ko'plab munosabatlarda yozma va elektron dalillarning ahamiyati oshdi. Ikkinchidan, shartnomada aniq ko'rsatilmagan masalalar keyinchalik nizoga sabab bo'lsa, uni isbotlash majburiyati da'vo qilayotgan tomonga tushadi. Uchinchidan, fuqarolar o'z huquqini himoya qilish uchun davlat organlariga, sudga yoki boshqa vakolatli idoralarga murojaat qilganda iloji boricha to'liq hujjat taqdim etish kerak bo'ladi. To'rtinchidan, ayrim sohalarda jarima va javobgarlik masalalari ham kuchaygan. Hujjatsiz ish noqonuniy faoliyat. To'lovni yashirish, shartnomani bajarmaslik endi avvalgidan jiddiyroq oqibatlarga olib kelishi mumkin. Men birinchi navbatda shuni aytaman. Hamma odam birdan qo'rqib ketishi shart emas. Yangi tartibning maqsadi oddiy odamni jazolash emas, balki tartibni aniq qilish. Lekin kim hujjatsiz ish qilsa, kim keyin yozamiz deb yuraversa, kim pulni qo'lga berib hech qanday dalil olmasa, aynan o'sha odam ko'proq xavf ostida bo'ladi. Masalan, birinchi holat, qarz oldi berdisi. Tasavvur qiling, siz tanishingizga 10 million so'm qarz berdingiz. U 3 oyda qaytaraman dedi. Siz pulni naqd berdingiz, tilxat olmadingiz. Bank orqali o'tkazmadingiz, telefon yozishmalarida ham aniq qarz degan so'z yo'q. 3 oy o'tdi, u pulni qaytarmadi. Siz sudga borsangiz, sud birinchi navbatda dalil so'raydi. Men o'z ko'zim bilan berdim degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar pul bank kartasi orqali o'tkazilgan bo'lsa, izoh qismida qarz deb yozilgan bo'lsa, qo'shimcha ravishda tilxat bo'lsa, unda vaziyat butunlay boshqacha. Demak, yangi tartibda odam o'zini himoya qilmoqchi bo'lsa, pul berish jarayonining o'zidayoq dalil yaratish kerak. Ikkinchi holat, uy-joy ijarasi. Ko'pchilik uyini ijaraga beradi, lekin shartnoma qilmaydi. Oyiga 2 million so'mga kelishadi. Ijarachi 3 oy yashaydi. Keyin kommunal to'lovlarni to'lamasdan chiqib ketadi yoki uy jihozlariga zarar yetkazadi. Uy egasi mening televizorimni sindirdi, gaz puli qoldi, suv puli qoldi deydi. Ijarachi esa men hammasini to'laganman deydi. Shartnoma bo'lmasa, uy qaysi holatda topshirilgani, qaysi jihozlar borligi, depozit berilganmi, kommunal to'lov kimning zimmasida ekani isbotlanmay qoladi. To'g'ri tuzilgan ijara shartnomasida esa hammasi yoziladi. Oylik to'lov, to'lov sanasi, uy holati,
jihozlar ro'yxati, kommunal to'lovlar muddatdan oldin chiqish sharti, zararni qoplash tartibi. Mana shu oddiy hujjat keyin katta janjalning oldini oladi. Uchinchi holat, xizmat ko'rsatish. Masalan, siz ustaga oshxona mebeli buyurtma qildingiz. Narxi 10 million so'm. Oldindan 10 million so'm berdingiz. Usta 20 kunda tayyor bo'ladi dedi. Lekin 45 kun o'tdi. Ish tugamadi. Material sifatsiz, o'lcham noto'g'ri. Agar sizda shartnoma, chek to'lov dalili, o'lcham chizmasi va kelishilgan muddat bo'lmasa, talab qilish qiyinlashadi. Yangi tartibda iste'molchi o'z huquqini himoya qilish uchun aynan dalilga tayanadi. Shartnomada ish 20 kalendar kun ichida bajariladi. Kechiktirilgan har bir kun uchun penya undiriladi. Material turi falon. Kafolat muddati 12 oy deb yozilsa, sizning qo'lingizda kuchli asos bo'ladi. 4-holat ishga kirish va mehnat munosabatlari. Ba'zi joylarda odamlarni sinov muddati deb hujjatsiz ishlatishadi. 1 oy, 2 oy ishlaydi. Keyin maoshini to'liq bermasdan chiqarib yuborishadi. Ish beruvchi u rasmiy xodim emas edi deydi. Xodim esa men har kuni ishlaganman deydi. Yangi mehnat tartiblarida rasmiylashtirish, mehnat shartnomasi, buyruq, ish vaqti. Ish haqi masalalari muhim. Agar xodim ish boshlagan bo'lsa, unga vazifa berilgan bo'lsa, ish vaqti belgilangan bo'lsa, maosh kelishilgan bo'lsa, bularning dalili bo'lishi kerak. Xodim sifatida siz ishga kirayotganingizda keyin rasmiylashtiramiz degan gapga ko'nib ketmang. Ish beruvchi sifatida esa xodimni hujjatsiz ishlatish keyinchalik jarima, da'vo tekshiruvga sabab bo'lishini tushuning. 5-holat onlayn savdo va yetkazib berish. Bugun odamlar Telegram kanal, Instagram sahifa yoki internet do'kon orqali buyurtma beradi. Masalan, telefon 3.500.000 so'mga sotib olinadi. Oldindan 100% to'lov qilinadi. Lekin mahsulot kelmaydi yoki boshqa model keladi. Bunday vaziyatda skrinshot, to'lov cheki, sotuvchi bilan yozishma, e'lon matni, mahsulot narxi, yetkazib berish vaqti hammasi dalil bo'ladi. Yangi tartiblar elektron dalillarga ham jiddiy qaraydi, lekin ularni vaqtida saqlab qo'yish kerak. Chat o'chib ketdi, profil yo'qoldi, raqam ishlamayapti degan holatlar ko'p bo'ladi. Shuning uchun xarid paytida o'zingizni oldindan himoya qiling. Kimlar ko'proq ehtiyot bo'lish kerak? Birinchidan, tez qarz beradigan yoki qarz oladigan odamlar. Ikkinchidan, uy-joy, avtomobil, yer, do'kon, ombor ijarasi bilan shug'ullanadiganlar. Uchinchidan, xizmat ko'rsatuvchi ustalar, quruvchilar, ta'mirlovchilar, dizaynerlar, dasturchilar, reklama beruvchilar. To'rtinchidan, kichik biznes egalari, do'kon, kafe, tikuvchilik, logistika, internet savdo bilan shug'ullanuvchilar. Beshinchidan, yo'llanma ishlayotgan fuqarolar. Chunki bu sohalarda pul, muddat, sifat va javobgarlik masalalari ko'p uchraydi. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin? Agar siz har bir muhim kelishuvni yozma yoki elektron tarzda rasmiylashtirsangiz, to'lovlarni imkon qadar bank orqali qilsangiz, chek va kvitansiyalarni saqlasangiz, shartnomani o'qib imzolasangiz, o'z majburiyatingizni vaqtida bajarsangiz, siz uchun yangi tartib xavf emas, aksincha himoya bo'ladi. Qonun tartibli odamni himoya qiladi. Muammo odatda mayli keyin hech narsa bo'lmaydi. Hamma ham shunaqa qiladi degan beparvolikdan boshlanadi. Endi eng muhim nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, har bir yozilgan qog'oz avtomatik ravishda kuchli hujjat degani emas. Masalan, tilxatda kim kimdan pul olgani, summa, sana, qaytarish muddati, imzo, pasport ma'lumotlari yoki shaxsni aniqlashga yetarli ma'lumot bo'lmasa, keyin falon summani oldim deb yozilgan. Lekin nima uchun olingani ko'rsatilmagan bo'lsa, qarzmi, oldindan to'lovmi, sovg'ami, xizmat haqimi bahs kelib chiqadi. Shuning uchun tilxat yoki oddiy kelishuv ham aniq yozilishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, og'zaki kelishuv butunlay kuchsiz degani emas. Ayrim hollarda guvohlar, yozishmalar, audio, video, bank o'tkazmalari orqali og'zaki kelishuvni ham isbotlash mumkin. Lekin men doim aytaman, isbotlash mumkin bo'lishi boshqa, oldindan aniq hujjat qilib qo'yish boshqa. Sudga borib oylar davomida dalil yig'ishdan ko'ra, boshida inmagan daqiqa vaqt ajratib, oddiy shartnoma tuzish ancha oson. Uchinchi nozik jihat, elektron yozishmalarni ham ehtiyotkorlik bilan yuriting. Telegramda mayli bo'ladi. Kelishdik, keyin beraman degan gaplar yetarli bo'lmasligi mumkin. Yozishmada summa, muddat, xizmat turi, tomonlar aniq ko'rsatilgani yaxshi. Masalan, men sizga 2025 yil 10 fevral kuni 7 million so'm qarz berdim. Siz uni 2025 yil 10 aprelgacha qaytarishga rozisizmi?
degan xabarga qarshi tomon ha, roziman deb javob bersa, bu ancha aniqroq dalil bo'ladi. To'rtinchi nozik jihat, pulni boshqa odam kartasiga o'tkazish katta xavf tug'diradi. Masalan, siz ustaga to'lov qilyapsiz, u akamning kartasiga tashlang deydi. Keyin nizo chiqsa, siz pulni xizmat ko'rsatuvchining o'ziga emas, boshqa odamga o'tkazgansiz. U odam bu menga boshqa sabab bilan kelgan pul deb aytishi mumkin. Shuning uchun to'lov kimga, nima uchun, qaysi shartnoma asosida qilinayotganini izohda yozing. Imkon bo'lsa shartnomadagi tomonning o'z hisobiga to'lang. 5-chi nozik jihat, depozit zakalat. Oldindan to'lov tushunchalarini adashtirmang. Masalan, uy sotib olishda yoki mashina olishda 5 million so'm beriladi. Tomonlar buni ba'zan zakalat deydi, ba'zan avans deydi. Lekin huquqiy oqibat har xil bo'lishi mumkin. Agar kelishuv buzilsa, bu pul qaytariladimi? 2 barobar qaytariladimi? Ushlab qo'linadimi? Shartnomada aniq yozilishi kerak. Aks holda eng ko'p janjal shu joyda chiqadi. 6-chi nozik jihat, shartnomani o'qimasdan imzolash. Ko'pchilik standart shartnoma ekan deb imzo qo'yadi. Keyin ichida jarima, muddat, kafolat, qaytarish, bekor qilish shartlari o'ziga zararli ekanini biladi. Masalan, xizmat ko'rsatuvchi shartnomaga to'lov qaytarilmaydi deb yozib qo'ygan bo'lishi mumkin. Yoki xaridor mahsulotni qabul qilib olgandan keyin e'tiroz bildirmaydi degan bandga imzo qo'ygan bo'lishi mumkin. Shartnoma kichik harflarda bo'lsa ham baribir o'qish kerak. Tushunmagan joyingizni so'rang, kerak bo'lsa mutaxassisga ko'rsating. 7-chi nozik jihat, muddatlar. Huquqda muddat juda muhim. Da'vo qilish, shikoyat berish, tovarni qaytarish, kamchilikni bildirish, qarzdorlikni talab qilish uchun belgilangan muddatlar bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha keyin ko'ramiz deb yurib, vaqtni o'tkazib yuboradi. Keyin huquqi bo'lsa ham uni himoya qilish qiyinlashadi. Shuning uchun muammo chiqqan zahot kutib o'tirmang. Yozma talab yuboring, dalillarni saqlang, kerakli idoraga murojaat qiling. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, har qanday muhim kelishuvda yozma iz qoldiring. Qarz bo'lsa tilxat oling yoki bank orqali o'tkazing, ijara bo'lsa shartnoma tuzing, xizmat bo'lsa ish hajmi, narxi va muddatini yozing, savdo bo'lsa chek, kafolat taloni, buyurtma raqami yoki elektron tasdiqni saqlang. Tanish odam degan sabab bilan hujjatidan voz kechmang. Ikkinchi qadam, shartnomada kamida asosiy bandlar bo'lsin. Tomonlarning to'liq ismi yoki tashkilot nomi, pasport yoki identifikatsiya ma'lumotlari, aloqa raqami, kelishuv predmeti, summa, to'lov tartibi, muddat, majburiyatlar, javobgarlik, bekor qilish sharti, nizoni hal qilish tartibi yozilishi kerak. Agar gap uy ijarasi haqida bo'lsa, uy manzili, jihozlar ro'yxati, kommunal to'lovlar, depozit va uyni qaytarish holati yoziladi. Agar gap xizmat haqida bo'lsa, ish natijasi qanday bo'lishi, necha kunda topshirilishi. Kamchilik bo'lsa, kim tuzatish ko'rsatiladi. 3-qadam, hujjatlarni alohida papkada saqlang. Qog'oz hujjatni rasmga olib telefoningizda va bulutli xotirada saqlang. Bank cheklari, skrinshotlar, elektron pochtadagi xatlar, Telegram yozishmalari, audio va video dalillarni o'chirib yubormang. Telefon almashtirganingizda ham bu ma'lumotlar yo'qolmasin. Chunki nizo ba'zan 1 yildan keyin ham chiqishi mumkin. 4-qadam. Pul o'tkazayotganda izoh yozing. Masalan, 2025 yil mart oyi ijara to'lovi, qarz qaytarish, oshxona mebeli uchun oldindan to'lov, xizmat shartnomasi bo'yicha to'lov deb yozing. Izohsiz o'tkazmalar keyinchalik bahsli bo'lishi mumkin. Naqd pul berishga majbur bo'lsangiz, albatta tilxat oling. Tilxatda summa, raqam va so'z bilan yozilsin, sana bo'lsin, imzo bo'lsin, pul nima uchun berilgani aniq ko'rsatilsin. 5-qadam. Muammo chiqqanda hissiyot bilan emas, yozma tartibda harakat qiling. Masalan, qarzdor pulni qaytarmayapti. Siz unga baqirib telefon qilib janjal qilishdan ko'ra yozma talab yuboring. Siz falon sanada falon summa qarz olgansiz. Qaytarish muddati tugagan, falon sanagacha to'lashni so'rayman. Bu xabarni saqlang. Agar javob bermasa, keyingi bosqichda mediatsiya, notarial talab, advokat orqali ogohlantirish yoki sudga murojaat qilish mumkin. 6-qadam. Davlat xizmatlari va rasmiy manbalardan foydalaning. Ko'p masalalarni hozir elektron tarzda tekshirish mumkin. Qarzdorliklar, jarimalar, mulk ma'lumotlari, tadbirkorlik subyekti holati, soliq bilan bog'liq ayrim ma'lumotlar. Har bir ishda rasmiy manbaga tayangan ma'qul. Ijtimoiy tarmoqdagi mish-mish bir tanishim aytdi degan gap yoki eski tartibga tayanib qaror qilmang. Qonun va tartiblar o'zgarib turadi.
Shuning uchun yangilangan ma'lumotni tekshirish kerak. 7-qadam. Katta summa bo'lsa, mutaxassisga murojaat qiling. Masalan, uy sotib olish, yer bilan bog'liq kelishuv, katta qarz, biznes sheriklik, qurilish shartnomasi, avtomobil oldi sotdisi kabi masalalarda bir marta advokat yoki yuridik maslahatchiga ko'rsatish keyinchalik katta yo'qotishning oldini oladi. 200 ming yoki 500 ming so'm maslahat puli qimmat tuyulishi mumkin. Lekin noto'g'ri shartnoma sabab 50 million so'm yo'qotish undan ancha og'ir. 8-qadam, hech qachon bo'sh hujjatga imzo qo'ymang. Ba'zan odamga hozir imzo qo'yib turing, keyin to'ldiramiz deyishadi. Bu juda xavfli. Bo'sh varaq, bo'sh shartnoma, sanasi qo'yilmagan tilxat, summasi yozilmagan hujjat keyinchalik sizga qarshi ishlatilishi mumkin. Har bir sahifani o'qing, bo'sh joylarni chizing, nusxasini oling. Imzo qo'yilgan hujjatning bir nusxasi sizda qolsin. 9-qadam, qarindoshlar o'rtasida ham aniq kelishuv qiling. Men ko'p ko'rganman, aka-uka birga biznes boshlaydi. Biri pul tikadi, biri ishlaydi. Foyda qanday bo'linishi yozilmaydi. 1 yil o'tib biznes yurishadi, keyin nizolar boshlanadi. Men ko'proq ishladim, men ko'proq pul berdim. Do'kon mening nomimda, mijozlarni men topdim degan gaplar chiqadi. Qarindoshlik aloqasi hujjatga to'sqinlik qilmasligi kerak. Aksincha, aniq kelishuv qarindoshlikni saqlab qoladi. 10-qadam, qonunni buzib foyda ko'rishga urinmang. Masalan, soliqdan qochish uchun shartnoma qilmaslik, ijarani yashirish, xodimni rasmiylashtirmaslik, mahsulotni cheksiz sotish, noqonuniy qurilish qilish vaqtincha qulay ko'rinishi mumkin. Lekin tekshiruv, nizo yoki shikoyat bo'lsa, hammasi bir paytning o'zida muammoga aylanadi. Jarima, qo'shimcha to'lov, sud xarajati, obro' yo'qotish va vaqt sarfi juda katta bo'lishi mumkin. Bugungi mavzuning eng asosiy xulosasi shuki, yangi qonun va yangilangan tartiblar davrida og'zaki kelishuvga suyanib yashash xavfli bo'lib boryapti. Hujjat, dalil, aniq yozuv va o'z vaqtida qilingan murojaat oddiy odamning eng kuchli himoyasidir. Qarz berayotgan bo'lsangiz, dalil qoldiring. Ijara qilayotgan bo'lsangiz, shartnoma tuzing. Xizmat buyurtma qilayotgan bo'lsangiz, muddat va sifatni yozing. Ishga kirayotgan bo'lsangiz, rasmiylashtirishni talab qiling. Onlayn xarid qilayotgan bo'lsangiz, sotuvchi va to'lov dalillarini saqlang. Men ekspert sifatida sizga shuni tavsiya qilaman. Bugundan boshlab keyin hal qilamiz degan odatdan voz keching. Har bir muhim kelishuvni boshidayoq aniq qiling. Bu sizni nafaqat jarima va suddan, balki asabiylashish, vaqt yo'qotish va munosabatlar buzilishidan ham saqlaydi. Sizda shunday holat bo'lganmi? Qarz qaytmagan, ijara bo'yicha nizo chiqqan, usta ishni vaqtida tugatmagan yoki shartnomani o'qimasdan imzo qo'yib afsuslanganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing. Bu mavzu bo'yicha odamlar bir-birining tajribasidan ham ko'p narsa o'rganadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga katta muammodan qutulishi mumkin.